Oilada zulm ko'rayotgan ayol farzandlari uchun chidab yashash kerakmi? Chidab yashash kerak, iloji yo'q. Bolalar uchun chidaydi. Bolalar uchun chidash Ha? kerak. Bola- Конечно, chidab yashash kerak. Bolalar uchun chidashamaydi. O'zini topgan oyligini qaynonasiga berish kerakmi? Ha? Berish kerak ha? Nega? Qaynona qilgandagi o'g'lini berib qo'ygandagi qaynona boqish kerak, qaynotani boqish kerak. Endi bu intervyularga men o'zimni fikrimni bildirmoqchiman. Kimgadir meni gapim yoqadi, kimgadir yoqmaydi. No, menga baribir. Birinchisidan, nima uchun bunaqa intervyularni faqat bozorchi ayollar, ko'chadagi ayollardan olasizlar? Nima uchun takoy kiyinib yuradigan, tagida mashinasi, biznesi bor ayollardan bunaqa savol, intervyu olinmaydi? Turishingiz nechi pul deyishni so'raydilar, lekin imенно men bunaqa savollarga javob olmaydilar. Endi bozordagi ayollarga kelsak, men hammani hurmat qilaman, lekin qaysi ayol o'zini xohishi bilan issiqlarda, sovuqlarda har xil odamlarni ko'rib, har xil gaplarni eshitib, shunaqa joyda ishlash keladi? Bor shunaqa ayollar, что bozorlikka, savdogarlikka juda ham qiziqishadi, lekin imенно bozorda ular ishlamaydilar. O'zlarining bizneslari, tochkalari bor. Bozordagi ayollar ko'plari majburan ishlaydilar. Endi yana bitta savol, qaysi o'zini ayolini yaxshi ko'radigan erkak ayolini bozorlarda, sovuqlarda, issiqlarda ishlashini xohlaydi? Yana bitta savol, qaysi yoshlar mana shunaqa intervyuni ko'rib, o'ziga motivatsiya olib, ha, ertadan sabr qilishni boshlayman, chunki bir kun men bozorda ishlashim kerak deydi. Hech qaysi ishni uyat joyi yo'q, lekin mana bunday chiqib, men mazza qilyapman, sabr qilyapman, sizlar ham sabr qilinglar, zo'r bo'ladi deyish bu noto'g'ri. Chunki majburan ishlayapman, majburan men oilamni boqishim kerak deb aytsalar agar, odamlar shunga qarab o'zlariga motivatsiya qo'yib, dushim yaxshi joylarda o'qib, yaxshi kasblarni tanlaydi. Bunaqa intervyu olishni motivatsiyasi ko'proq prosmotr bo'lsin, ko'proq heyt bo'lsin, ko'proq kommentariy bo'lsin. Odamlar shu narsani biladi, noto'g'riligini, shunaqa yozsinlar deb qilishadi. Hech nimaga sabr qilmanglar, hech kim uchun o'zlaringizdan voz kechmanglar, hech kimni o'zlaringizdan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rmanglar. И всем пока.